Şöyle hem tapkırlar, hayırlı gün barığızga da efirde akıllı batıl tapşırığı hem bizge bugün bilimlerin sınarga deyip Azamat hem İlnaz isimli yigitler keldiler. Hayırlı günler. İşemsiz. Keyifleriniz neyşik? Evet. Bilim kışın sınarga hazır mısınız? Hazır. Bek yaxşı, men de sizge sorovlar hazırladım. Hem olar bek qiziqli bo'lib oshaptira. Haydag'iz ingilib o'zingiz bilan tanishing. Azamat, O harfine başlanaysimen senden başlarız. İşensiz, men Fıtırovanov Azamat. Men Beylikdağ rayonunun 4. mektebinden geldim. Men hokey hem futbol oynarga yaratam. Sportçıyım da sen alaysa. İyi. Mektepten şey okuyorsun? Evet okuyum. Mektepte de evet. Barsı da evet bulur diye başlanıp kalarız. Şimdi sözde İlnaz'a berek. İlnaz, senin keyifler nişik? Evet, benim ismim Aminov İlnaz. Men şolayak Beylikdağ rayonunun 4. nömreli mektebinde okuyum. Men futbol hem müzik bilen şıgıtlanam. Sportçı da icatlı kişi de sen alaysa. Ya, men instrumental oynayım. Ne diyeyim instrumental? Bayanda. Bayanda. Münebet nişik? Yaxşı sizinle tanıştık. Bir kızıqlı şahıslar ekensiz. Şimdi sizin turunda şolay deytirge bular. Bugün biz sizden bilen bir kızıqlığına uyum yaşayacağız. Tarih, fani, geografiya, tabiat bilimi hem başka şunday mektep programması boyunca tüzülgen benim sorularım. Mektepte yaxşı okuysiz deb bilem sizni. Şuna ko'ra endi o'yinimizga kelgansiz. Sizga oңushlar tilab o'yinimizni boshlaymiz. Bu turda sizga 3 so'rov yangrayashar. Javob variantlari bor. Ballarni siz o'zingizga qo'yasiz. Ballarni qo'ygandan so'ng javobingiz durust ekan, bal sizning hisobga bo'ladi. Agar endi yo'q ekan, bal umumiy hisobdan olinadi. So'rovlar bormi? Yok. Olaysaydag'iz mening so'rovlarga ko'shik. Hamma birinchisi onun bulay deb yangraydi. Belgisizlik olmashliqlarini belgilaysiz. Bu so'rovga birinchi bo'lib Ilnaz sen javob berirsang, necha bal qo'yasan? 8 bal qo'yam. 8 bal qo'yamiz Ilnazga. Azamat sen necha bal qo'yasan? 7 bal qo'yam. Azamat 7 bal deb belgiladi o'zining javobini. Hozir javob variantlarini tinglaymiz. Qo'yishandir. Narsaga sizlar? Alla nishik. Ikkinchi turkum bir narsa hech nishik. Uchinchi turkum barliq butun. To'rtinchi variant shu, bu, onday. Ham so'nggi variant hamma, o'z barliq. Ilnaz sen javob bergazirmi? Men belgisizlik almashliqqa birinchi turkumda deb o'ylayman. Birinchi turkumni belgisizlik olmashliqlari deb belgiladi Ilnaz. Azamatning fikrini tinglaymiz. Men Ilnaz bilan kelisham, men de şolay o'ylayman. Birinchi turkumni saylaysan. İyi. Cevaplarınızı kabul ettim. Hem edəqiz dürü cevabını tınlıq. Bilgisizlik almışlıkları türkümü şundan da qoyşandır. Nersəqə sizlər əlləmişik. Əfərin, birinci sıravını bilgiciliğinizə girip şaqdığız. İkinci sırava kuşuyabız. Tatarstan Respublikasının devlet flağı qoyşan kabul etildi. Bu sırava birinci bulub Azamat şirat boyunca sen cevap verəşəqsən. Neşə bal qoyasan? 10 bal qoyam. 10 bal qoya. Azamat. Ələ tarixini yaxşı biləsin indi. Tatarstan tarixini hiç bilmeyseydiniz, şolay git. Yaxşı, kabul etdim. Ilnaz, sen neçə bal qoyasan? Şolay 10 bal qoyam. Ilnaz qalışmayım deyib. Aydağı cavab variantlarını təqdim etem. 1920 yılın 27 mayında, 1936 yılın 5 dekabrında, 1990 yılın 30 avgustunda, 1991 yılın 29 noyabrında, 1993 yılın 14 iyulunda. Demek Tatarstan Respublikası devlet flağı qoyşan kabul edilir. Azamat? Tatarstan flagının 1991 yılda kabul edilir. Kabul ettim cevabını. İlnaz neşe güleyken? Tatarstan Respublikası'nın devlet flağı 1991 yılın 29 noyabrında kabul edilgan. Tatarstan Respublikası'nın devlet flağı Tatarstan Respublikası'nın devlet müstakilligini rastlovchi simbol. Siz kitaplardan o'qib bilasiz, grajdanlar, Buyuk Vatan so'g'ushi yillarida bizning so'g'ishchilarimiz bayroqni saqlab qolish uchun o'z umrlarini qurbon etganlar, dushman qo'lga tushirmas uchun o'z gavdalarini urab yetganlar, yerga ko'mganlar, bombalar tushib yana turgan binolardan olib chiqqanlar. Ham bu flagni shundan 1991 yilning 29 noyabrida qabul etildilar. Aferin, ular bak ikilizga. Uchinchi so'rovga ko'chamiz. Hozir men sizga bir zonaning tasvirlayım, sizge şunu aytib berey kerak bo'lsa, qaysi zona turida siz borganin. Eshitdikmi? Tinglaymiz. Bu zonada bek жылы, uzun, quru joy. Yoshqina quru issiq yillar esa qoy vaqt qum bo'ronlari shirar. Esingizga tushirdingiz? Bu so'rovga birinchi bo'lib Ilnaz javob berashak, necha bal qo'yasan?
7 bal qo'ydi Ilnaz. Azamat 8. 8 bal bilan deyiladi Azamat. Javob variantlarini tinglaymiz. Dala, shul, tundra, arktik shullik, tayga. Ilnaz, sen javob bergazirmi? Siz dala sorunda baram. Ilnazning javobini qabul etdim. Azamat, seni tinglaymiz. Men Ilnaz bilan kelisham, dala zonasi deb o'ylayman. Azamat tegizlanirga tirishdi. Oxirisi ikkigizning da 25 bal. Ham shu natija bilan birinchi turimizga yumg'oq yasaymiz. Safaring deyasigina qoladi. Bugun esa sizga ikkinchi tur to'lisincha tarix faniga bag'ishlangan ham. Mana sizga berim mundiram. Tuvandagi tarixiy voqealarni xronologik tartibda tuzishga kerak bo'lacak. Biz bugun sizlar bilan Oltin O'rda shirini to'xtalashaq. Biz shu voqealarni esga tushirib kerak. Qoidani esga tushiram. Bu yo'l sizga voqealar berilgan ham ularni xronologik tartibda tuzasiz. Agarda har bosqichingizda adresingizga sizga 5 ball bo'ladi. Agarda qoidalar xatolar bo'larkan, u ballar sizning hisobga qo'yilmaydi. 1259-yilda Galich Volyn knyazligini bo'ysundiruv, Oltin O'rda davlati uyushuv, Vladimir knyazı Yaroslav Всеволодовичga yorliq topshiruv, Rus xalqining Oltin O'rda hokimligiga qarshi kurashi, Novgorodda xalq sonini oluv. Mana sizga taqdim etilgan voqealar. Azamat, sen birinchi aytib qara. Birinchi o'ringa qo'yaman Oltin O'rda davlati uyushuv. Qabul etdim. Ikkinchi o'ringa qo'yaman 1259-yilda Galich Volyn knyazligini bo'ysundiruv. Uchinchi o'ringa qo'yaman Rus xalqining Oltin O'rda hokimiyatiga qarshi kurashuv. Dördüncü o'ringa qo'yaman Vladimir knyazı Yaroslav Всеволодовичga yorliq topshiruv. Novgorodda xalq sonini oluvni so'nggi bosqichga. Ayem. Qabul etdingmi javobni? Qabul etdim. Ilnaz, sening fikring? Mening fikrim Azamatniki bilan to'g'ri keladi. Birinchi o'ringa Oltin O'rda davlati uyushuv, ikkinchi o'rinda 1259-yilda Galich Volyn knyazligini bo'ysundiruv, uchinchi o'rinda Rus xalqining Oltin O'rda hokimligiga qarshi kurashi, to'rtinchi o'rinda Vladimir knyazı Yaroslav Всеволодовичga yorliq topshiruv, ham vaqtida Novgorodda xalq sonini oluv. Biz sizning javoblaringizni yozib bordik, xabarlashtirdik. Hozir birinchi javobni tinglaymiz. Eng ilk shundan da Oltin O'rda davlati uyushuv bilan Bigdor aytdingiz mumkin. Ammo ikkinchi bosqichga Vladimir knyazı Yaroslav Всеволодовичga yorliq topshiruvni qo'yish kerak edi. Uchinchi bosqichda Novgorodda xalq sonini oluv boshlanadi. Shuni qo'yish kerak. 1259-yilda Galich Volyn knyazligini bo'ysundiruv 4-chi bosqichda bo'lgan edi. Ham so'nggi bosqichda Rus xalqining Oltin O'rda hokimligiga qarshi kurashi. Siz boraki birgina bosqichni durust o'rnashtirdingiz. Shu orqali birgina ball ikkigizga edi. Mana bet 26 ga 26 hisobi bilan biz 3-chi turimizni oyoq atlaymiz. Yigitlar birda yig'ilishmas degan edim. Shularda ikkinchi turda birozgina burishildilarmi? Hali tarixni o'qib yetkazmaganlarmi yaxshi ayttirib? Xatolar bo'ldi. Hamda 3-chi turning natijalari ketadi. Hozir bilamiz. Aniq qoidalarini sizga eskartib o'zim. Birinchi turning qoidalarini o'xshagan ular, lekin bu yo'li biz sizga ortiq durust bo'lmagan javob variantini saylaymiz. Anladingizmi? E'tiborli bo'lamiz. Hozir bo'lsangiz, birinchi birimni o'taymiz. Hozirmi? Tanlaymiz. Xoliq Ovoz ijodi asarlari. Shular deb yangiroq so'rov. Shirat bo'yicha Ilnaz birinchi javob beradi. Necha ball bilan beyilaysan? 5 ball. 5? Qabul etdim. Azamat, Ilnaz bilan kelisham 5 ball qo'yamiz. siz bek do'stlar axirisi bir-biringizni o'zdirmasqada, tirishasiz, ortda qolmasqada. Yarar endi. Ixtiyoringiz javob variantlarini taqdim etamiz. Maqal, tobushmoq, povest, aytiyat, xoliq shirlari. Ilnaz, sen javob bergazirmi? Men povest deb o'ylayman. Ilnaz povest deb javob berdi. Javobini qabul etdi. Azamat, sen necha o'ylaysan? Men de povest deb o'ylayman.
Azamatda povest deb o'ylay, ham shundan da povest xalq og'iz ijod asarlarına kirmiyor. Aferin, birinchi javob berdingiz. Davom etamiz ikkinchi so'rov. Qo'rqma qarshi yoqlari parallel bo'lgan figuralar. Shulay deb yangrab kelasi so'rovimiz. Shirat bo'yicha Azamat birinchi javob beradi. Necha ball qo'yasan? 5 ball qo'yaman. 5 ball qo'yamiz Azamatga. Ilnaz, sen necha ball bilan berilsang? 6. Mana Dilnaz sizlarga g'atirish ha. Tanlaymiz javob variantlarini. Parallelogram, romb, prizma, kvadrat, to'ra pishmoqliq. Qopma qarshi yoqlari parallel bo'lgan figuralar. Azamat, Men prizma deb o'ylayman. yaxshi qabul etdim. Prizma deb o'ylayman. Ilnaz prizma deb o'ylaydi. Ham shundan qopma qarshi yoqlari parallel bo'lgan figuralar parallelogram, romb, kvadrat, to'ra pishmoqliq. Ammo prizma, ana yoqlari parallel tugul. Aferin, birinchi javob berdingiz. Ha, 3-turimizni so'nggi so'rovini o'qishamiz. Dala zonasidagi qushlar. Biz sizin bilan bugun endi bir taqir dala zonasida to'xtalgan edik. Hozir yangidan bir taqir to'xtalganmiz. Bu savolga birinchi bo'lib Ilnaz javob beradi. Necha ball qo'yasan? Azamat, Men davom qo'yaman. Azamat gel yig'mayib o'tira olishmasin. Javob variantlari: dala turg'ayi, siriq kirtlik, oqsharlaq, qupshi turna, dudak. Ilnaz, sen javobin? Oqcharloq dala to'g'risida yashayman. Oqsharlaq deb o'ylaydi. Ilnaz javobini qabul etdi. Azamat, Mening o'zimga kelisham, menda oqsharlar deb o'ylayman. Azamat da oqsharlaq deb o'ylaydi. Men de oqsharlaq deb o'ylayman. Shundan da oqsharlaq dala zonasida yashayman. Aferin yigitlar, 3-turimizni biz shular yumg'oqlaymiz. Ilnaz bizning birozgina ustunlikda hozir tirishdi. Aferin. Buyukdağ rayoni G'olimjon Borudiy ismidagi 4-nomerli o'rta umumiy bilim berу maktabi o'quvchilari Azamat ham Ilnaz bilan bilim sinovini davom etamiz. Ham shiratda bizning 4-tur. Oyning qoidalarini esga tushirib. Bugun biz sizga har qaysimizga 10 so'rov hozirladik. Har biringiz bilan ayrim-ayrim o'ynashamiz. O'ylab turgan vaqtingiz yo'q, shundoq javob bergan kerak. Agar endi javobingiz durust ekan, sizga 1 ball, yo'q ekanida ball qo'yilmaydi. Ilnaz, sening bilan 4-turimizni boshlarmiz. Necha so'rovga durust javob beraman deb o'ylaysan? 5-6. 5-6 nima deb? Nega? Men ham sen 1-8 so'rovga durust javob berishsan. Qararmiz. Kim bilar ekan hozir. Haydi, boshlaymiz. Birinchi so'rov. Bugun so'zi qaysi so'z turkumiga kiradi? Vaqt. Vaqtimiz. Nega so'z turkumi? Turna so'z bor. 1, 2, 3 ravush so'z turkumiga kiradi. 9-mayda nindi bayram bo'ladi? Jingo kuni. Durust. Tishlarni o'g'arta. Zubni pasta. Yoki tish pastasi. Tish pastasi. Qabul etdim. 8ga 5dan qo'shqash necha bo'ladi? 13. Durust. Buzovib qo'yshan bo'ladi. Qish kuni. Durust. Quvonam so'zining sinonimi. Quvonam. Sinonim. Rahatlanam. Yusirib. 1, 2. Shoshatonam. Yo'q, qabul etmayman. Naqlni davom et. Og'ani ko'rib ini o'sar, opani ko'rib Bilmayman. singil o'sar. Jildiyoqqa ketuvchi qushlar neshiga ataladi? Ko'chma qushlar. Durust. Tug'ishmoqqa javob kerak. Erta tongdan kechga shaqli shiq-shiriq tashiq-shiriq. Sandoqach. Shiq-shiriq. Chipchiq. Durust. Basketbol, futbol, voleybol. Bular narsa? Sport. Sport turlari. Sport o'yinlariga qabul etdim. Sen 7 so'rovga durust javob berding. Sen de durust aytmading, men de durust aytmadim. Mana Ilnaz endi bizning 7 so'rovga durust javob berdi. Hozir sen nechaga berarsan ekan tekshiramiz. Sen 10 so'rov hozirladik. Sen azarmi? Men Ketdik. Jala so'zi qaysi so'z turkumiga kiradi? 1. sifat, Durust. Qabul etdim. Georgi tasmasin qo'yshan tag'alar. 1, 2. Jingo kunida bet qo'lni sirtamiz. silgin, Durust. 6ni 2ga bo'lgach necha bo'ladi? 5, Durust. Yaproqlar qo'yshan qiyilar.
Keskin, Dürüst. Akıllı sözünün kopma qaşısı. akılsız, Яғни тағын бірау, ақылсызды қабыл етем, надан деп айтсаң да болады. Мәқалны давам ет. Өзіңні өзің мақтама, сені кеше мақтасын. дұрыс. Бізде қалушы құшлар нешік атала? Домашний птиц. Жоқ. Танышмаққа жауап керек. Алғаш башы тоқылдық, тоқай-тоқай тоқ болдық. Тукран, Дұрыс. Шахмат шашкада мені бұлар нәрсе? ойын, Не дейді? тоқтау ойын. Істелу ойыны. Дұрыс. 8 сұрауға дұрыс жауап бердің, һәм сіз тегізләштіңіз. Акыл-бакыл тапшырының шираттағы шығарылышы шуның белән тамам. Азамат һәм Илназ үзләренең белемле һәм кызыксынучан икәнлекләрен тагын бер кат исбатладылар. Әнә турнир таблицасына күз салганнан соң без аларның киләсе этапка узу-узмауларын белербез. Үзегез ничек дип уйлыйсыз? Киләсе этапка сез уздыгызмы? Ие, Yok, bizden ие, узды дип уйлыйбыз. Тагын бер тапкыр уенга киләсегез киләме? Ие, kirem. Мин сезгә уңышлар теләп калам. Мәктәптә яхшы укырга, бәйгеләрдә актив катнашыгыз һәм Шаян ТВ-не карагыз. Килештек? Kirem. Килештек. Сау булыгыз. Sağ olun. Миңа бу уен бик ошады. Илназ белән дә уйнарга бик кызык булды. Безнеңчә кешегә телим монда килергә.